Sotib olib, bir marta ham kiymagan kiyimlarim ikkinchi qism. Birinchi qism sizlarga shunaqangi yoqdiki, ikkinchi qism qilishga qaror qildim. Tak, birinchisi bir marta kiygan kitayskiy ko'ylagimdan boshlamoqchiman. Buni Xitoydan juda ham qimmat ko'rganman vashiyata. Bu ko'ylak ko'rish mana shunaqa turadi. Juda ham materiali yaxshi, kачественный materialdan qilingan. Nimaga buni kiymaganman? Bir razmer kichkina mana bunaqa tor turgani bo'lgan. Menga o'sha yoqqan, lekin menga uni erim olib bermagan, shuni olib bergan. Keyin meni kabutta semiz ko'rsatdi deb o'ylayman-da, shuning uchun buni kiymayman. Kecha ochiq bo'lgan, men buni itoman tiktirganman. Kimga shu kitayskiy ko'ylak kerak? Ikkinchisi yana kitayskiy tematikada. O'tgan yili buni olganman va 2 marta desmasam kiyganman. Buni ne olganman bilmayman, chunki buni kiyib bo'lmaydi. Imoqlashtirib ham bo'lmaydi hech nima bilan. Kiyganda shunaqa turadi, faqat buni ichidan toypak yoki marka kiyish kerak, chunki juda ham qo'ltiq tomoni katta ochiq ekan. Buni qaysi kalla bilan olganman bilmayman. Qatga buni kiyib olsa bo'ladi. Men qachon buni kiyib ko'rganimdan keyin kabutta bu chiroyli turibdi, lekin chiroyli tursa ham buni qadr kiyishga neudobnami, tushunmayman. Men xohlardimki, men bel tomoni mana shunaqa bo'lib turishini xohlardim. Buni hech shunaqa qila olmadim. Ichidan lentichkalar o'tkazib, bir nimalar qilib ko'rdim, lekin всё равно не получилось. Uchinchisi, shunaqa bir marta ham kiyilmagan mana shunaqa narsa. Buni men shu darajada menga yoqqanki, men birinchi S razmerida zakaz qilganman buni. S razmeri to'g'ri kelmagandan keyin M razmerini zakaz qilganman. M razmeri ham to'g'ri kelmaganda. Tak qizlar, bu juda ham qorni ochiq turadigan darajada kichkina narsa ekan. Imенно shu uchun по-моему kiymaganman. Ma'mitlari ham menga ochilib turibdi. Bu M razmer, по-моему M razmerga sal kichkina keladimi? Juda ham chiroyli lekin, juda ham нежный. Juda ham nozik qizlarga zo'r keladi. Men ham shundoq berib yuboraman. Agar S razmerini topsam, S razmerini ham berib yuboraman, chunki prosta turibdi bu uyda. Bir marta ham kiyilmagan qizlar. Qizlar aytmoqchi bo'lganim, kecha menga bering, buni bering, birinchi ko'yningizni bering deb juda ham ko'p qizlar yozishdi. Qizlar, men faqat jigaring ko'yningni beraman degandim. Hali berganim yo'q u ko'yningni, chunki hech kim to'liq qilib yozmayapti. Instagramda shapka profilda Telegram kanalim bor. Men Telegram kanaliga rasmlarni tashiyman, berib yuboradigan, prosta tekinga berib yuboradigan narsalarimni. Kommentariyaga kim birinchi yozsa, men shu qizga berib yuboraman. Srazu adres, telefon nomerlarini yozinglar, men srazu chiqarib yuboraman. Keyin qizlar kimga shikarniy, качественный kiyimlar kerak bo'lsa, men pastda magazinni matmay chiqib qo'yaman. Juda ham chiroyli narsalar bor. Kirib ko'rsanglar bo'ladi va albatta narsa zakaz qilsanglar bo'ladi. Juda ham hamyonbop narxlarda.